Yo bola, mikrolashning Safiriki suborkasiga xush kelibsizlar. O'tgan qismda ko'nglim to'lmagani uchun albatta ikkinchi qismi vahshiy dahshat urishga qaror qildim. Ko'plab narsalarga hisob tashladim, hattoki wind generator tugul hamma narsaga hisob tashladim. Короче, bizga lava kerak. Lavani qanday yasashni bilmayman. Let's go tezroq. Ko'rsatmayapti, afsuski modda ichida bilmadim, bug bo'lgan vahshiy. Stil ingotni ham olishga stil ham olishga oldim albatta. Buning uchun infuzorga temir qo'yib, temirdan chiqargan narsamizni yana bitta qo'ysak, keyin undan stil parchalangan bo'ladi, keyin unda furnace'ga qo'yamiz va uni pishirib olsak stil ingot beradi. Keyin esa wind generator yasab olamiz. Temirni qanday qilib ikkita olsa bo'ladi? Aniqroq qilib aytsak, temirni qanday qilib bittadan ikkita olsa bo'ladi? Lava. Albatta bizga lava kerak, lava kerak bo'ladi, chunki crusher uchun yasash uchun kerak bo'ladi. Afsuski ko'rsatilmayapti, aniqroq ko'rsatmayapti. Bug bo'libdi shekilli, olmaysizlar. Buni ko'rsatyapti, uni ko'rsatmayapti. Nimaga? Bularni ko'rsatyapti, bularni ko'rsatmayapti. Da, normalniy. Pauza qo'yamiz. Xato nimaligini bildim, topdim, qidirdim, o'ldim. Xato lavani ikkita olmasak hech qachon. Bo'ldi. Wind generator yasaganman. Bundan videoga like bosinglar, uni qo'yinglar degan umiddaman sizlar, chunki kanalimiz aprel oyigacha 1K bo'lish kerak. Aprelgacha. Davay. Nima bor ekan? Xo'p. Bu nima? Elektr barrel. Bin. Bu nima qiladi? Buchi. Bu nima? Yo. Bu nima qiladi? Yo. Uxlaymiz. Turamiz. Davay. Tak, crusher kerak. Crusher. 12 ta temir bor edi. Bitta go'sht bor va 2 ta daraxt, oakli daraxt cho'pi bor desak, adashmagan bo'lamiz-ku. Bu yerda temirlarni pishirib oldim. 12 ta temir bor ekan. Endi nima bo'ldi? Yo, temir olamiz va 3 ta edi bak. Bo'ldi shekilli, eska bilan bosganimda yana bitta eska bilan bosamiz va buni ham olamiz. Keyingisini ham juda ham zerikarli. Pishguncha sabr qilib turamiz. Bizga endi crusher kerak, buni esa qidirib topish kerak. Tak. Bu kerak ekan bizga atomic alloy va basic alloy va qanday? Menimcha bizga bitta
narsa kerak bularga. Hammamizni qo'ysak va tayyor bo'lar emish. Emish. Nimalar bor yana, nimalar bor? Sahir suvorkasini yana Florida temirlab pishib oldi. 12 ta albatta. Endi biz bularni nimadir qo'rishimiz kerak. O'sha nimadir. Davay. Bosamiz ustiga va yana bitta bosdik endi. Yo. Nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Nima? Davay. To'rtta temir bor ekan. O'yin crash berdi va video to'xtadi. Nima bo'ldi? Mana nima bo'ldi? Albatta lava buket kerak edi. Men 2 ta lava olib keldim. Crasher yasash uchun albatta mining worldga ham borib kelgan edim. Video ortida albatta bularni ham yasab tashlagan ekanman. Endi bizga crusher deb yoziladi. Crusher deb o'qiladi. Degan narsa kerak. Faqat basic emas. O'zi kerak bizga. Advanced Lunatic mana crusher. Mana plus. Bo'ldi tayyor. Men o'ylashimcha endi yasab olamiz. Albatta qayoqqa qo'yamiz? Bu yergami yoki bu yergami? Bu yerga-da. Yo'q, bu yerga. Albatta 2 ta yer kerak bo'ladi va bitta qo'ydik, 2 ta qo'ydik. Va qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Crasherimiz tayyor. Deydi. 8 mifiye. Endi bizga atomic kerak. Ya'ni atomik bolg'as kerak. Oxirgi so'zlari esimda yo'q. Bo'ldi. O'tib ham ketdik. Va mana biz izlayotgan narsa. Bu qanday? Da crasherda maydalasak beradi. Qanday qilib bittadan 2 ta olish mumkin? Qanday? Dast kerak. Xullas, bittadan 2 ta hech qachon olib bo'lmas ekan. Qo'ydik va qorong'i bitta endi yotib tashlaymiz. Va endi crasher almas olib 2 tekin bitta olamiz va qo'yamiz. 2 ta ketdi, bittasini joyiga qo'yamiz chunki ikkalasini maydalab yuboradi crasher. Albatta endi nimalar kerak edi? Nimalar? Bunga da infuser da tushunarli. Buni bunga qo'yamiz va taran bo'lyapti. Короче, endi infuser basic infuser kerak bitta. Buni ham oldik. Diamond dust va MP bu yerga qo'yarkanmiz va qo'yamiz. Talam ishlamadi. Adashmasam 2 ta solish kerak ekan. 2
ikkita va qanday ikkita ekan. Buni qanday bilinglar desanglar, men geniyman boki. Sapphire Kaizo'nikida ham ikkinchi qismda o'ynavergan edi Kaizo. Biz mexanizm yasab yurimiz. Почти bir xilmiz. Nezerida Diamond Nezerida ishga o'rganib qolganman. Sababi ko'p Minecraft o'ynab o'rganman va albatta videoga like bosamiz, obunachilar. Obuna bo'lamiz kanalga, birga bo'lsam o'rgatib qo'yaman hammalarga. Sapphirega kirish albatta telefonda. Qani buni qanday? Bildim, obsidianni maydalash kerak. Buni qanday olamiz? Javob beringlar. Bunichi? Aytdim-ku, chamber kerak bizga, chamber. Birga bo'lsam albatta hammalarga o'rgatib qo'yaman. Komment yozinglar, o'zinglarni izohlarni yozib betasizlarmi? Bilmadim, lekin men bor bilishim kerak realni va ikkita nimaga bordim? Ikkita lava olib ketishimiz zarur. Bitta, ikkita bo'ldi. Endi qaytatlab boramiz. Sindirma. Nima sindirasan? Endi qo'ydik. Pachoq qilib qo'ymasam bo'ldi. Endi blok kerak yonib ketmasligi uchun. Chunki shuncha narsalarim itiskay bo'lmasin. Ikkinchi qism tugadi.